Assalomu alaykum. Demak, 2025-yil ta'limda nima o'zgarishlar bo'lyapti? 2025-yil 1-oktyabrdan boshlab maktablardagi mavjud mana shular bo'yicha direktor o'rinbosarlar bir shtat birligi qoldirilib, undan tashqarisi hammasi olinyapti. Ya'ni respublika bo'yicha 3,5 mingta ma'naviyat shtati qisqarilib, ularning o'rniga 10,146 nafar maktab maslahatchilari lavozimi joriy qilinyapti. Bu maktab maslahatchilari nima ish qiladi? Ularning asosiy vazifasi umumiy o'rta ta'lim maktablarida Prezident iqtidorli farzandlari milliy dasturining mazmunini yoritadi. Umumta'lim maktablarida kelajak markazlarining tarmoq to'riqlari faoliyatini tashkil etadi. Undan tashqari o'quvchilarda kommunikativ va tashkilotchilik qobiliyatini mustahkamlash, ularda media va raqamli savodxonni shakllantirishda asosiy ko'makchi bo'ladi. Endilikda maktablarda zamonaviy ta'limlar berilishda mana shu maslahatchilar mana shuni muvofiqlashtirib boradi. Bundan tashqari mana shu maslahatchilar demak 2026-yil 1-yanvardan bu lavozimga kirishsa, 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab ularga ham 30% ustama joriy qilinyapti. Bu menejerlik sertifikatiga ega bo'lgan maslahatchilarga.